Mana lavhani ham tomosha qilib oldik. Albatta, Hazrat Mir Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur ijodi Turkiy adabiyotining ustuni desak yanglishmaymiz. Albatta, mana shu jarayonda tarixshunos mutaxassisimizga yuzlansak, ya'ni nikoh borasida bizga hozir fikrlarni keltirdilar. Aynan mana shu bobokalonlarimiz asarlarida ham manbalar keltirilgan ekan. To'g'rimi? Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarida ham nikoh bo'yicha ma'lumotlar berilgan. Zahiriddin Muhammad Bobur o'zini Muxtasar nomli asarida yor-yor to'ylarda aytiladigan yor-yor qo'shiqlaridan misollar keltirib, unga ta'rif ham berib o'tganlar. Demak, endi mana shu FQDIO bo'limi mudirasi bilan suhbat jarayoniga ketsak, ya'ni bugun ko'ryapmizki, ya'ni siz bilan kechadigan suhbatda ozgina statistikaga murojaat qilsak, ya'ni o'tgan yil mobaynida qancha yosh mana shu o'zini nikohini hujjatlashtirdi, qonuniylashtirdi. Assalomu alaykum. Avvalo hammaga xayrli tong bo'lsin. Sizga ham. Ma'lumki, oila hayotning abadiyligini ta'minlaydi. Vorislar, ota-onalar qilgan ishlarni davomini amalga oshiruvchi muqaddas dargoh. Bu dargoh albatta milliy urf-odatlarimizni, an'anaviy qadriyatlarimizni o'zida saqlashga ko'maklashadi. Shu bilan birgalikda farzandlarning kelgusida qanday inson bo'lib yetishishida tarbiya o'chog'i hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining yangi konstitutsiyasida ham demak oila, bolalar va yoshlar deb nomlangan alohida bob ajratilgan. Unga ko'ra, demak oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda davlat va jamiyat muhofazasida bo'lish huquqiga ega. Shu bilan birgalikda demak nikoh O'zbekiston xalqining an'anaviy oilaviy qadriyatlariga, tomonlarning o'zaro ixtiyoriy roziligiga va teng huquqliligiga asoslanadi deb ko'rsatilgan. Demak, jamiyatimizda nikoh vositasi orqali ayol va erkakning demak tabiiy munosabatlari tartibga solinadi. Shuningdek, bunda er-xotin, ota-ona va bolalar tarbiyasida axloqiy, huquqiy majburiyatlarni o'rnatadi. Shundan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, demak nikoh qachonki davlat ro'yxatidan o'tgandan keyingina, ya'ni oila kodeksimizga muvofiq FQDIO organlarida fuqarolik holati dalolatnomani qayd etish organlarida qayd etilgandan keyingina huquqiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Mana hozir yuqorida aytib o'tgan ma'ruzachimizning nimalariga ozgina qo'shimcha qilgan holatda aytmoqchimanki, haqiqatdan ham mana shu sharq nimalarimizga Rossiyani bosqinidan keyin o'rnatilgan tuzumdan keyin demak barcha mana shu hududlarda davlat ro'yxatiga olish ishlari boshlanib ketilgan. Haqiqatdan ham FQDIO organlari 1924-yildan mana shu demografiya deb ataymiz, ya'ni mana shu tug'ilish holatlari, nikoh holatlari, ajrim va o'lim holatlari davlat ro'yxatidan o'tkazib boshlangan. Albatta, FQDIO organlarida arxivlarimiz hozirgi vaqtda 1935-yildan mavjud. Mana shu borada demak nikoh munosabatlari ham, nikoh qayd etish holatlari ham saqlanib kelinmoqda. Shu bilan birga aytib o'tganlaridek, ungacha bo'lgan davrda demak shar'iy nikohga asoslanib kelingan. Albatta, bu ham bo'lsa bizning asosiy qomusimiz bo'lgan konstitutsiyamizda ham mustahkamlab qo'yilganki, demak har qanday dinga e'tiqod qilish, qilmaslik bu har kimning o'zining ixtiyoriy nimasiga kiradi. O'sha uchun ham bizda hozir shar'iy nikoh o'qitirish ham taqiqlanmagan. Va shuni asnosida demak albatta davlat ro'yxatidan o'tkazilishi kerak. Qachonki mana shu FQDIO organlarida nikohlarimiz qayd etilgandan keyingina huquqiy ahamiyatga ega. Bu degani demak er-xotinlik huquq majburiyatlari, ota-onalik, bolalarga bo'lgan nisbatan farzandlarga bo'lgan nisbatan huquqlarini keltirib chiqaradi. Diniy rasm-rusumlarga binoan tuzilgan nikohlar huquqiy ahamiyatga ega emas. Demak, nikoh tuzishdan maqsad nima? Albatta oila qurish.
oila qurishda bu albatta bir umrga er xotinni bir umr birga yashashga mo'ljallangan va shuni asosida demak oilaviy munosabatlar kelib chiqadi. Bu oilaviy munosabatlarimiz albatta mana shu bizning asosiy qonunchiligimizda, oila kodekslarimizda tartibga solinadi va mustahkamlab qo'yilgan. Endi statistikaga murojaat qiladigan bo'lsak, o'tgan 2024-yil davomida demak mana shu vohamizda Xorazm viloyati bo'yicha 18775 ta nikoh qayd qilingan. Bu esa oilalarimiz safiga yana mana shuncha oila qo'shildi degan hisob bo'ladi. Demak, mana shu o'tgan yilga nisbatan ko'pmi, ozmi? Albatta ko'p. Yildan yilga nikoh nimalarimiz soni oshib bormoqda. Men aytmoqchi bo'lganim, mana shu bizani davlatimiz tomonidan asosiy qomusimiz bo'lgan konstitutsiyamizga asoslangan holda davlat demak onalik, otalik va bolalikni o'z himoyasiga olgan. Mana shu oilalarimiz mustahkam bo'lishida barcha shart-sharoitlarni yaratishni ham o'z zimmasiga olgan. Shuni zamirida shundan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, demak har bitta oila quruvchi bo'lgan shaxs avvalambor mana shu davlat, jamiyat oldida o'zini mas'uliyatini, mas'ulligini, majburiyatini, vazifasini to'la anglagan holda oila qursa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Endi biz buvlarimizdan eshitamiz, tarixga murojaat qilyapman-da, buvlarimizdan eshitamiz, nikoh davlat ro'yxatidan o'tkazila boshlagandan keyin ayollar orzu qilishgan, ya'ni davlat ro'yxatidan o'tkazilgan nikohni. Albatta, endi bunday holatlar juda ham ko'p bo'lgan ekan, chunki farzandli bo'lgan, hozir aytayotganingiz, farzandli bo'lganidan keyin, o'sha ro'yxat boshlanganidan keyin, bir nechta farzand ko'rganidan keyin nikohdan o'tganlar bor. Bu ham baribir hayajonli holat bo'lgan. Farzandi tug'ilgandan keyin bir necha yillardan keyin uni ro'yxatga, davlat ro'yxatiga o'tkazilgan jarayonlar juda ko'p. Uni tug'ilgan kuni esdan chiqib ketib qolgan, ana shu ro'yxatga olingan kun tug'ilgan kun sifatida belgilangan holatlarni ham juda ko'p buvlarimiz bizga so'zlab berishadi. Endi yana bir narsani aytmoqchimanki, ko'p yoshlarimizda kuzatiladi. Menimcha bunga yoshlar emas, ota-onalarning ham ozgina bo'lsa-da hissasi bor deb o'ylayman. Ya'ni to'y o'tgandan keyin nikohdan o'tish, ya'ni davlat ro'yxatidan o'tkazish. Bu holatda qanday tavsiyalar berasiz yoshlarga? O'zi aslida to'ydan oldin yoki to'y kuni mana shu davlat ro'yxatidan o'tishi kerak. To'g'rimi? Albatta. O'zbekiston Respublikasida oila qonunchiligiga asosan nikoh tuzish, davlat ro'yxatidan o'tkazish mana shu huquqiy organlarda amalga oshiriladi. Bunda albatta nikohlanuvchilar nikohga kirish haqidagi arizasi bilan murojaat qilgan kundan e'tiboran 1 oylik muddat belgilangan. Bu 1 oylik muddat aslida nima uchun kerak bizlarga? Buni asosiy maqsadi demak mana shu ikkita yoshni bir-bir haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish va oila qurishda monelik qiladigan holatlar bor yo'qligini aniqlash. Fikri o'zgarib qolmaydimi? Albatta, va oila qurishga o'zlarini nechog'lik tayyor ekanliklarini his qilgan holda bir qarorga kelish maqsadida mana shu 1 oylik muddatimiz qo'yilgan va mana shu 1 oylik muddatning ichida albatta o'rnatilgan tartibi bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 365-sonli qarori mavjud. Tegishli tartibda tibbiy ko'rikdan o'tish qo'yilgan. Bunda albatta yoshlarimizni shu belgilangan tartibdagi tibbiy ko'rikdan o'tishlar yo'lga qo'yilib, ular tuman, shahar nimalarida tegishli tibbiyot muassasalari tomonidan tibbiy ko'rikdan o'tiladi va ularning salomatligi haqida bir-birini xabardor qilgan holatlarda demak 1 oydan keyin ularning nikohlari rasman qayd etiladi. Ana o'shandan keyin ular qonuniy nikohga ega bo'ladi va rasman mana shu oila hisoblanadi. Demak, qanday tavsiyalar taqdim qilardingiz? Mana shu bizni to'yimiz bo'lgan deb murojaat qilishsa, bir nimalar tushuntirishlar olib boriladimi yoshlarga? Albatta, bu bo'yicha targ'ibot, tashviqot ishlarimiz hozirgacha ham amalga oshirib kelinmoqda va barcha mana shu joylarga chiqqanimizda ham mana shu fuqarolarimiz murojaat qilgan taqdirda ham biz ularga albatta to'g'ri tushuntirishlar berishga harakat qilyapmiz, chunki mana shu jamiyatimizning rivojlanishi, barqaror bo'lishi, farovonligini ta'minlash, oilalarning mustahkamligini ta'minlash borasida ham albatta ularni mana shu oldin nikoh arizalarini qabul qilgan holatda va mana shu belgilangan tartibda tibbiy ko'rikdan o'tishlari, to'ydan oldin bir-bir haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishlari va oilaviy hayotga qanchalik tayyor ekanliklarini
tuyg'ularini his qilish maqsadida ham ularga oldinroq mana shu nimalarga amal qilishlarini so'rab qolar edik va bu borada demak 2023-yilda 11-sentyabrda qabul qilingan PK 300 sonli qarorimiz ham mavjud. Bu ham bo'lsa yoshlarimizni oilaviy hayotga tayyorlash maqsadida o'quv mashg'ulotlar ham o'tkazib kelinmoqda. Aynan mana shu tuman shahar fiqh organlarida o'rnatilgan. Buning asosiy maqsadi ham yoshlarimizni oilaviy hayotga tayyorlash, bunda ularni oilaviy huquqlarini, iqtisodiyotini, psixologiyasini va mana shu oila farovonligini ta'minlash maqsadida demak tegishli hamkor tashkilot vakillari ishtirokida ma'ruzalar, o'quv mashg'ulotlari o'tkazib kelinmoqda. Bu ham bo'lsa mana shu yoshlarimiz kelgusida oilalarini mustahkamligini ta'minlash maqsadida o'rnatilgan. Albatta, endi har bir oilani mustahkamligi uchun davlat tomonidan har qanday sharoitlar yaratilgan albatta. Va albatta muhofazasi ham shunga yarasha. Endi buni to'g'ri tushuna olishi kerak yurtdoshlarimiz. Oilada to'g'ri tushuntirilishi kerak yoshlarga, o'sib kelayotgan yoshlarga nikohning ahamiyati qanchalik ekanligini. Bugun nikoh qurib ertaga ajrashib ketsam bo'ladi degan fikr yoshlarning miyasiga hozirgi kunda juda yaxshi o'rnashib olgan. Ya'ni hech nima emas, ya'ni oilaning muqaddasligini, oilaning mana shu zalvorini his qilishmaydi. Ba'zi holatlarda mana shunday holatlar uchrayapti endi. Ko'pchilikda emas, ba'zi holatlarda albatta bunda mutasaddilarning ham o'rni bor. Ular mana shunday oilalarga ko'mak berish, tavsiya berish va albatta nafaqat fiqh bo'limi xodimlari, balki mahalla instituti ham mana shu borada ko'mak berib, yosh ulug' otaxonlarimiz, onaxonlarimiz tavsiya berib kelishyapti yoshlarimizni to'g'ri yo'lga boshlash uchun, oilani saqlab qolish uchun va albatta oilaga bo'lgan hurmatni oshirish uchun. Charchamang deymiz. Minnatdorchilik bildiramiz. Tomoshabinlarimizga tilagimiz ham hech kimning ana shu qurgan oilasi hech qachon buzilmasin, oila buzilishi haqida gapirmaylik, chunki bugun butun jahon nikoh kuni. Oila kuni va keling, yaxshi bizda bitta lavha bor, kun tarixi bilan bog'liq. Albatta. To'g'rirog'i, radio ijodkorlarimiz faoliyatidan tayyorlangan lavha. Butunjahon radio kuni munosabati bilan Xorazm radiosidan lavha hozirlaganmiz. Ana shu lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat.